Bismillahirrahmanirrahim. Sura Balad. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. La uqsimu bihadal balad. Bu shahar, ya'ni Makka bilan qasam qilaman. Wa anta hillun bihadal balad. Ey Muhammad, bu shaharda urush qilish sana haloldir. Wa walidin wa ma walada. Odam alayhissalom va uning yaxshi farzandlari bilan qasam qilaman. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida qilib yaratdik. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. U, ya'ni fojir, shaqiy odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. Yaqulu ahlaktu malan lubada. U ko'p mol sarf qildim deydi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. Alam naj'al lahu aynayn wa Inson uchun ikki ko'z, lisanan wa shafatayn wa bir til, ikki qalpoq yaratmadikmi? hadaynahu najdayn. Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Falaqtahamal aqabata wa U davon oshmadi. ma adraka mal aqabatu. Davon eshishning nemiligini qandoq bilatding? Fakku raqabah. Fakku raqabatin Davon eshish degan qul ozod qilmoqdir. aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin. Yoki ocharchilik kunda Yatiman dha maqrabah. tuqqanchiligi bo'lgan yetimga Aw miskinan dha matrabah. yoki to'pida yotgan miskin, ya'ni holi nachar kambag'alga tomoq bermakdir. Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Shuning bilan billa, ya'ni yuqoriqilarni qilish bilan billa iymon aytqanlardan, o'zaro sabr qilishga tavsiya qilishqanlardan, o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishqanlardan bo'lmoqdir. Ulaika ashabul maymanah. Ani shular, ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatmand kishilardir. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir. عليهم نار مؤصدة. Ular do'zaxga solinidir.